E'tiborxonaga mana Uchqo'rg'on tumanida Xudoga shukr xizmat servis sohasi kuchayib boryapti-da. Mana shu Nosir aka desak, Farel desak, butun vodiy taniydi-da. Mana Istanbul, Palma, yana xizmat servis ko'payib boryapti. Umuman iloyim unaqa narsa bo'lmasin. Shu paytgacha hijolatli vaziyat bo'lmadi. Buni siri nimada? Endi mana yangi tadbirkorlar, yangi mana ishchi o'rinlar ochilgan. Bular biz bilan shartnoma asosida shu tekshirish ishlarini olib borish uchun bizga murojaat qilishadi. Biz ularni xodimlarini meditsina ko'rigidan o'tkazish va ularning mahsulotlarini sifatli tekshirib berganligimiz uchun qoniqarli bo'lib, mana rayonimizda yuqumli kasalliklar hali avjam olmadi, reyestrda ham ro'yxatga olingan yo'q. Shuning uchun biz da'vat qilamiz, shu yangi ochilgan tadbirkorlar o'z sifatli ishlarini olib borish uchun biz bilan shartnoma qilish va aholini o'rtasidagi yuqumli kasalliklarni oldini olish maqsadida xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun bizga murojaat qilishsin shartnoma asosida. Biz mahsulotlarni ham ko'rib beramiz, o'zlarini ham ko'riklardan o'tkazib salomatligi uchun qandaydir bir yo'nalish beramiz. Shuning uchun bizga kelib murojaat qilinglar. Tadbirkorlarning ishi yana rivojlansin. Sizlarga qaysi yo'l bilan yordam bersak, yanada rayonimizni gullab yashash uchun hissa qo'shgan bo'lamiz. Rahmat E'tiborxonaga. Mana bu men bilardim, bu katta tadbirkorlarning Bejizga vodiyda shu respublikamizda o'rni borligi, demak, doimiy o'zlari qilish kerak bo'lgan ishlarni qilib yurar ekan. Mana sanitariyaga to'liq javob berishar ekan. Ularning sirini bilib oldik. Rahmat sizlarga.